Yomon qishloqda bunaqa narsalar. Qohir akan tog'ning tagiga chiqqan taqdirda ham poyloqchilar ko'p bo'ladi. Hech iloji yo'q, qochib qutulolmaysan qishloqda. Katta odamlarni o'zi xalaq qiladi. Hey, yo'q kel. Ha? Ketmaning dopga. Ha, tinchlikmi? Ilon bilan ko'rding. Bir yigit bilan bir qiz masha qilib ketdi hozir. Ketdi orqasidan poylab olamiz. Sen ketman bilan belga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman. O'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Ko'rdim. Voy senchi? Ha? Ha. Voy senchi? Ha. Mana, qaytar! Oldini to'z, to'qqa, tanidim. Benim yürəyimə qoyucu baxırsan ama. Ben yürəyimə qoydum, mana deyirsən. Bunaqa bo'lmagan yo'talam kelyapti. 16 gektar makkani brigadir ham turibdi. Rostdanmi? Shu mening makkapayimga kirib ketdimi? Siz guvoh bo'la olasizmi? O'z ko'zim bilan ko'rib, quvib keldik mashakacha. Mashak kirib ketdi. O'ringlar makkapayimga. 4 ta traktor o'rtashaydi. Chiqmadi yo'q. Yo'q ko'rdi. Yo'q, men o'z ko'zim bilan ko'rdim.